O'zbekiston pensionerlari, diqqat qiling, sizlar uchun muhim ma'lumotlar e'lon qilindi. Pensiya vaqtincha to'xtatiladimi? Endi pensiya pullari berilmaydimi? Rasmiy manbalar bu haqda qanday izoh bermoqda? Tarqalayotgan xabarlar haqiqatmi yoki yana bir feykmi? Barcha tafsilotlar bilan tanishib chiqing va tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahondagi eng so'nggi hamda dolzarb yangiliklardan xabardor bo'lib borish uchun video ostidagi like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. E'tibor bering. Xalq banki pensiya tarqatish bo'yicha vakolatini rasman yo'qotdi. Markaziy bank qaroriga asosan ushbu yo'nalishdagi ikki qaror o'z kuchini yo'qotgan, shu bilan birga ishlamaydigan pensionerlarga to'lovlarni tashkil etish bo'yicha Xalq bankining vakolatlari ham bekor qilindi. Mazkur hujjat mart oyining 30-kuni Iqtisodiyot va Moliya vazirligi hamda Markaziy bank tomonidan tasdiqlangan. Unga ko'ra 2018 va 2019 yillarda qabul qilingan yo'riqnomalar endilikda amal qilmaydi. Vazirlar Mahkamasining 2024-yilga oid qaroriga muvofiq fuqarolarni ijtimoiy himoya qilish tizimiga tegishli hujjatlar takomillashtirildi. Shu asosda ayrim qarorlarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilib, ba'zilari bekor qilindi. Natijada pensiyalarni tayinlash va tarqatish jarayoni soddalashtirilib, ortiqcha byurokratik to'siqlar kamaytirildi. Shu o'rinda ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol: O'zbekistonda pensiya miqdori qanday hisoblanadi? Amaldagi tartibga ko'ra, yoshga doir pensiya erkaklar 60 yoshga to'lganda va kamida 25 yil ish stajiga ega bo'lsa, ayollar esa 55 yoshga to'lganda va kamida 20 yil ish staji mavjud bo'lganda tayinlanadi. Agar fuqaroda kamida 7 yil ish staji bo'lsa, u holda mavjud stajga mutanosib ravishda to'liqsiz pensiya beriladi. 7 yillik staj ham bo'lmagan taqdirda esa nafaqa ajratiladi. Pensiya miqdorini hisoblashda uning tayanch qismi muhim hisoblanadi. U so'nggi 10 yillik mehnat faoliyatidagi eng yaxshi ketma-ket 5 yillik oylik ish haqining 55% asosida aniqlanadi. Bundan tashqari, talab etilgan stajdan ortiqcha har bir yil uchun qo'shimcha 1% dan ustama qo'shib boriladi. Shuningdek, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan faxriy unvoniga ega shaxslar uchun har oylik pensiyaga bazaviy hisoblash miqdorining 1,16 dan 1 barobaridan ko'p miqdorda qo'shimcha ustama to'lanadi. Endilikda pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi qog'oz guvohnoma berish amaliyoti bekor qilinib, barcha ma'lumotlar maxsus axborot tizimi orqali elektron shaklda yuritilmoqda. Shuningdek, pensiya miqdori iste'mol narxlari indeksiga qarab indeksatsiya qilinishi davom etmoqda. Yana bir muhim yangilik: O'zbekistonda harbiy xizmatchilar uchun pensiya tizimida ham o'zgarishlar kutilmoqda. Yangi qonun loyihasiga ko'ra, 30 yildan ortiq xizmat qilgan harbiylar uchun pensiya miqdorini oshirish rejalashtirilgan. Hujjat hozircha parlamentda birinchi o'qishda ko'rib chiqilib, ma'qullangan. Mazkur loyiha harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolarini pensiya bilan ta'minlash tizimini yanada yaxshilashga qaratilgan. Jumladan, pensiya tayinlash shartlari, turlari va hisoblash tartibini takomillashtirish nazarda tutilgan. Eng asosiy o'zgarishlardan biri 30 yildan ortiq xizmat qilganlar uchun pensiya hisoblashda ish haqining inobatga olinadigan qismi 75% dan 100% gacha oshirilishi mumkin. Bundan tashqari, pensiya hisoblashda qo'llaniladigan bazaviy ko'rsatkichni ham o'zgartirish taklif qilinmoqda. Ya'ni hozirgi 10 baravar o'rniga 12 baravar miqdor asos qilib olinishi mumkin. Mutaxassislar fikricha, bu yangiliklar uzoq yillar xizmat qilgan harbiylarni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirishga xizmat qiladi. Do'stlar, kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang.